Assalomu alaykum aziz obunachilar. Hali ham internet tarmoqlarida shov-shuv bo'lyaptimi o'sha 3 oyoq indamas avtokonni oladi. Mana olyapti deb turib tagidan turib ko'rsatib bergan videolari. Olgani yo'q, hech qanaqa olgani yo'q. Yana aytaman, qaytaman. Kamera 60. Oldimizda hozir Simpulsa radari bor. Olgani yo'q. Tagiga kelib turib mana avtokonni olyapti. Yo'q, natija yo'q-da. Yurib ko'rsatib bermayapti-yu. Yurib 200 metrdan oladi deyapti. Mayli 150 metrdan yurib ko'rsatib bersin old tarafdan. Avtokonni olganini ololmaydi. Xalqqa aldash yaxshi emas. Bilmadim endi, insonlar har xil bo'ladi. Hammamizga insof bersin. O'sha maqtagan detektori mana shu radarni oldiga kelsam, mana shu Simpulsar. Mana Simpulsar oldiga kelsam, avtokon deb deteksiya beryapti-da o'sha detektori. Avtokon. Bunda ham uzoq masofadan emas, 50-60 metrdan. Buni vaqtida men 8800 S Wi-Fi Black'da oldirib berganimda tezroq pultini yoqib ko'rsatib bergandi. Bundan to'lqin chiqmaydi, bu sizlarni aldayapti deb. Kimni aldayapti ekan? Onlayn detektorlar oldindan olardim. Lazerda oladi. Infrakrasniy chirog'i bor, o'shani oladi. Yaxshi emas xalq aldash. Tushungan odam tushunib o'tiribdi. Radarlar haqida ma'lumotga ega emas odam tushunmasdan ishonib o'tiribdi. Shunga o'xshab har narsani ko'rsalaring ishonib ketavermanglar. Salomat bo'lasizlar.